Her qandaq mü'mindi bo'lishga tegishlik sübətlər. Taqvaliq. Taqvaliq dinimizdə buyurulğan əməllərni orundaş, mən'i qılınğan işlərdən yiroq turish orqali Allah Taala'nın cazasından saqlanish, Allah Taala'ga asilik qilib qo'yib, uning g'azabiga uchrab qolishdan qo'rqish va Allah Taala'ning maxluqotiga qarata mas'uliyat tuyg'usi bilan ish ko'rish deganlik bo'lib, taqvoliq kishilarning tashqi qiyofatiga qaratilgan narsa emas. U qalbga qaratilgan va qalbda bo'ladigan amaldir. Qisqasi, o'zining qilishga tegishli bo'lgan din va dunyolik ishlarni bilib, to'liq o'rindigan odam taqvodor odamdir. Arab tilidagi at-taqva, ya'ni taqvo degan so'z saqlanish, qo'g'dinish degan ma'noni ifodalaydi. Nimadan saqlanish? Tabiiyki gunohdan saqlanish, Alloh taolaning jazosiga yo'liqib qolishdan saqlanish, do'zax o'tidan saqlanish va o'ziga dunyo va oxiratda ziyon elib keladigan ishlardan saqlanishdir. Arablarning qalqini bilan o'zini qo'g'didi degan so'zi va sahobalarning Uhud g'azotida o'zlarining Payg'ambar alayhissalomning orqasiga kelib olib, dushmanlarning o'qiyalaridan saqlanganligini ittaqayna bi rasulillah deb ifodalaganligi buning misoli. Payg'ambar alayhissalom taqvoliqni qilib, bir-biringlarga ko'ralmaslik qilishmanglar. O'zinglar olmaydigan malni boshqalarga setish uchun ularni ziyonga uchirtib, bu malni maqtab, uning bahosini oshirmanglar. Bir-biringlarga adovat tutmanglar. Biringlarga to'zaq qurishmanglar. Bir-biringlarning savdosi ustiga savdo qilmanglar. Ey Allohning bandalari, o'zaro qarindosh bo'linglar. Musulmon musulmonning qarindishidir. Musulmon musulmonga zulm qilmaydi. Yordamga muhtoj bo'lgan chig'ida uni tark etmaydi. Uni xor va hiqir ko'rmaydi degan. Ondan qo'li bilan ko'ksiga ishorat qilib turib, taqvoliq bu yerda degan so'zni 3 qitim takrorlagan. Go'yoki yuqorqi ishlarning hammasini taqvoliq deb sanagan. Umar ibn Xattab raziyallohu anhu Ubayya ibn Ka'b raziyallohu anhudan taqvoliq haqida so'raganda u siz tikanlik yo'ldan mengib baqqanmi deb so'ragan. Umar ha deganda Ubayya yana uningdan qandoq mangdingiz deb so'ragan. Umar putumga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan mangdim deb javob bergan. Bu vaqtda Ubayya uningga taqvoliq degan ana shundoq bo'ladi degan. Ya'ni tikanlik joydan mangan odam putumga tikan kirib ketmasin deb ehtiyotchanlik bilan mengish orqali o'zini ziyon zahmatdan qo'g'digandek, taqvodor odammo hayotlik musofasida gunoh, yomon ishlarni sodir qilib qo'yib, Alloh taolaning jazosiga uchrab qolmaslik uchun hamisha ehtiyotchanlik bilan harakat qiladi va mas'uliyat tuyg'usi bilan ish ko'radi. Taqvodorlik mu'min odamning yetmoqchi bo'lgan manzili va eng mukammal unvonidir. Alloh taolo taqvodorlarni Qur'oni Karimning 5-da maqtab mundaq degan. Alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudal lil muttaqin. Ya'ni alif lam mim. Bu kitobda hech shak yo'q. U taqvodorlarga yetakchidir. Taqvodorlar eng hurmatli kishilardir. Inna akramakum indallohi atqakum. Ya'ni Allohning nazarida eng hurmatli sanaldiganlar eng taqvodor bo'lganlardir. Payg'ambar alayhissalomdan kishilarni jannatga eng ko'p kirgizadigan narsa nima deb so'ralganda, taqvoliq bilan go'zal axloq deb javob bergan. Taqvodorlar Alloh taolaning muhabbatiga noil bo'ladi. Innalloha yuhibbul muttaqin. Ya'ni Alloh taqvodor kishilarni do'st tutadi. Taqvoliq amal ibodatni ko'p qilish yoki ko'p xayr saxovat qilish deganlik emas, balki qalbni pok tutish, dilga Alloh taoladan qo'rqish tuyg'usini yerlashtirish, din va dunyolik har qanday bir ishni Alloh taolo meni ko'rib turibdi va mendan hisob oladi degan his tuyg'u bilan qilish deganlikdir. Chunki taqvodorlik degan qalbda bo'ladi. Uning ifodasi axloqda ko'riladi.
Afsuski, zamonimizda nurg'un kishilar taqvodorlikning ifodasini axloq fazilatda emas, balki sirtqi ko'rinishida va ba'zi ibodatlarida ifodalab ko'rsatadigan bo'lib qolgan. Chunki ularning nazarida din va dindorlik ashundoq cheklik ibodatlarga markazlashidi. Shunga ular va'daga xiloflik qilish, yolg'on aytish, saxtapazlik qilish, harom yeyish, kishilarga ziyon yetkazish, arziyat berish qatorliq qilmishlarni sodir qilishdan hech ikkilanib qolmaydi. Yana mushu kunlarda tor dunyosida o'zining erkak yoki kishi ekanligini belgilab bo'lmaydigan, dadasi qo'ygan o'z ismi bilan o'ttiriga chiqishga jur'ati bo'lmagan nomsiz tor qahramonlari ko'payib ketgan bo'lib, ularning asosliq dardi ko'zga ko'ringan shaxslarni so'kish, ularni xalqning nazaridan tushirishga urinish, xalqi uchun jon ko'ydirib ishlayotgan tashkilotlarni e'tiborsizlashtirishga tirishish, kishilarning orasiga inoqsizlikning va jadal majroning urug'larini selishdan iboratdir. Ularni tutay desangiz, sepi yo'q. Chaqiray desangiz, ismi yo'q. Ularda Alloh taolodan qo'rqish tuyg'usi bo'lmaganligi uchun og'ziga kelganini so'zlaydi va yozadi. Ular Uyg'urlarning orasidan chiqqan ulamolarning, ziyolilarning va siyosatchilarning so'zlariga yoki yozmalariga adabsizlarcha qo'shiq selishdan va ularni so'kishdan chekinmaydi. Ular bunday qilish orqali o'zini shularga tang qilib ko'rsatgisi kelamdi yoki hasad qilamdi va yoki boshqa g'arizi bormi, bu tarafi toza aniq emas. Yana ba'zisi o'zida qarshi tarafning so'zlarini yoki yozmasini tushunadigan aql va qobiliyat yo'qtirib, ularga chandak atadi. Afsuski ular o'zini musulmonlarning qatoridan sanab turuqliq Alloh taolaning "Ya ayyuhallazina amanutaqulloha va qulu qawlan sadida", ya'ni ey iymon etganlar, Allohdan qo'rqinglar va to'g'ri so'zni qilinglar. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ya'ni inson qandoqli bir so'zni qilsin, albatta uning yanida kuzatib yozadigan farishta bo'ladi degan so'zlariga quloq solmaydi. Bu oyatlar ustida biror qitim bo'lsa-mu tafakkur qilib ko'rmaydi. So'zlangan har bir so'zning, yozilgan har bir yozmaning albatta mas'uliyati bor. Shunga har bir so'zni og'izdan chiqarishdan, har bir yozmani yezib tarqitishdan burun uning to'g'ri xatoligini, Alloh taolaning oldidagi mas'uliyatini o'ylash kerak. Chunki nurg'ulg'an yozmalar va so'zlar uni yozgan yoki aytgan kishiga bir umr pushaymonlik ilib kelishi mumkin. Xuyma tilib oldim, obdan bir adabini berib oldim deb eg'izini va qalamini qo'yib etgan bilan Alloh taolaga uning hisobini berish o'ng'ay emas. Bundaqlarning qanchalik ko'p savobli amallari bo'lgan bo'lsa-mu, bu amallari ularning insonlarga qilgan yomonliklarining jazosini hargiz yeniklatanmaydi. Aksicha, uning bu qilmishlari yaxshi amallarni yeb ketadi. Payg'ambar alayhissalom bir kuni sahobalaridan kimning quruq qo'l qolg'uchi ekanligini bilamsizlar deb so'raganda sahobalar hech qanday mol-mulki bo'lmagan kishini quruq qo'l qolg'uchi deymiz deydi. Bu vaqtda payg'ambar alayhissalom qiyomat kuni birov namoz, zakot va ro'za bilan keladi. Ammo u birini tillagan, biriga tuhmat chaplagan, birining milini yeb olgan, yana birining qinini to'kkan, birini urgan bo'lib, bu sababdan uning yaxshiliklari shularga elib beriladi. Uning yaxshiliklari tugisa, ularning gunohlari uningga ortiladi. Ondan u do'zaxga tashlanadi. Mana bu mening ummatimning quruq qo'l qolg'uchisidir degan.